Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Salomatmisiz? Bugun biz vatanimiz haqida biroz gaplashgan bo'lamiz. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent va albatta Voha, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Navoiy xaritamizni menimcha barcha yaxshi bilsa kerak. Demak, bir taklif qisqacha deb o'ylayman bu narsani. Bugungacha bilasiz, biz Yevropa bo'lsin, Rossiya deylik, biz Peterburg portlaridan sabzavot, mevalar, sitruslar olib kelamiz asosan. Va albatta bu yerda bizda Qozog'iston katta o'rin tutadi logistikamizda. Eron orqali sanksiyalarda bo'lganligi uchun ancha kichik bo'lib qolgan. Men nima demoqchiligimni tushuna olyapsiz nazarimda. Bu yerda faqatgina Toshkent shahriga keladi mahsulotlar butun dunyoda va Toshkent shahridan hatto keyin respublikaning boshqa qismlariga mahsulotlar tarqaladi. Va bilamiz, ekologik jihatdan muammolar kuchayib bormoqda va vodiyda aholining hovlilarida yashash ham aholining ko'pligi sababli albatta barakasini bersin zichlashib bormoqda. Surxondaryoda esa Tojikistondagi alyumin zavod va biz hali ham berkitolmayotgan, Xitoyga murojaat qilingan berkitish bo'yicha gaz konining ochilib ketishi va boshqa atrof muhit muammolar sababli ekologik muammolar bor. Buni qanday yechsak bo'ladi va logistikamiz qanday bunga aloqasi bor deyotgan bo'lsangiz, bir taklif chiqib qoldi. Ya'ni biz ekologiyasi buzilib borayotgan Surxondaryo viloyatidagi aholini va o'z ixtiyori bilan albatta vodiydagi zichligi katta bo'lgan, deylik ko'p oilalar bor, bir hovlida yashashadi. Yana bir hovli olib chiqib ketishga imkoniyati kamroq yoki istasa ham nima deydi, yer yetishmasligi yoki qimmatroq bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mana bu vodiydagi aholini va Surxondaryodagi ekologik muammoga duch kelgan aholini Qoraqalpog'istonga ko'proq ko'chirib olib kelishimiz kerak. Nega desangiz, Qoraqalpog'istondan tortiladigan temir yo'llar Kaspiyga chiqish imkoniyatini tezlashtiradi va buning ustida Qozog'iston bilan O'zbekiston ishlayotganligi haqida gap so'zlar bor. Va bu narsa aholini zichligini oshirish va aholini ko'proq bu yerga ko'chib kelishi, bilamiz vodiyda ham juda ko'p hunarmandlar va bog'dorchilikni juda yaxshi biladigan insonlar bor. Bu tajribani biz agar Qoraqalpog'istonga olib keladigan bo'lsak va aholini ko'paytiradigan bo'lsak, mahsulotlar haqini nafaqat Toshkentdan O'zbekiston Respublikasi tarqatish imkoniyati, balki Qoraqalpog'istonning o'zidan, Oroldan, o'sha Kaspiydan bir varakaga kirib kelgan yuklarni respublika haqiga tarqatishimiz osonlashadi, narxlar ham tushgan bo'ladi va Qoraqalpog'iston Respublikasida deylik aholining zichligini oshirish natijasida iqtisodiyot ham ancha o'sgan bo'lar edi. Siz nima deb o'ylaysiz?